tuya emas, samolyot-ku bu. Bu bak haligacha 100% ishlayotgan ekan. Eventda mana shu joyga tushib olsanglar, hech kim sizlarni ura olmaydi. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan har doimgidek Police Bagman. Bugungi yangi videomizda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi videom sizga qiziqarli va foydali bo'ladi degan umiddaman. Videomiz yoqsa shu kanalga obuna bo'lib va like bosib, kommentariyada qo'llab-quvvatlab tursanglar, biz juda ham xursand bo'lamiz va kontentlarimiz to'xtamay chiqishiga va kanalimiz rivoji uchun juda ham katta hissa qo'shgan bo'lasizlar. Bugun sizlar bilan TikTok va Instagramda trendda bo'lgan lifehack va bug videolarni sinab ko'ramiz, qaysi biri o'xshaydi, qaysi biri o'xshamaydi, qaysi biri foydali, qaysi biri foydali emas. Bugungi videomizdan hammasini bilib olamiz. Ha, aytgancha, Open Case'ga qiziqadiganlar bo'lsa, kecha biz X Custom Open Case qilganmiz. 10 ustiga bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi. Kanalimizda kecha chiqqan video. Videomizni oxirigacha ko'rsanglar, qanaqa qilib 1200 yusini tekinga olishdi yoki shu bugungi videomizni ko'rib turib 100 yutib olishdi o'rgataman. Yaxshiroq joylashib olgan bo'lsanglar, unda videoni boshladim. Yaxshiroq joylashib olinglar. Ketdik. Bugungi videomizdagi birinchi lifehack video. Eventda shunaqa joylar bor, bilasizlar. Shuni ustiga tushib olsa bo'lar ekan, personaj tepada qolar ekan. Qani ketdik, biz ham sinab ko'ramiz. O'xshasa bomba lifehack. Mana bola sekin-asta eventga ham tushib olyapmiz. Biz tepadagi eventga sakradik. Qorong'u bo'ladi hozir. Tak, eventga tushib olyapmiz. Tak, mana eventga tushib oldik. Oho, odamlar narmani tushdi, lekin voy tekstura ochilmayapti. Ha, bo'ldi, ochildi. Tak, qayerda edi? Mana shu stoyka bo'lishi kerak bolalar. Voy, yetib bora olmaymiz adashmasam. Bo'ldi, yetib bora olmaymiz. Ozgina qoldi. Tak, qani bu mana bu yerga tushib olsa bo'lar ekan bolalar. Tepasiga tusha olmadik, bu joyga pastiga tushib oldik. Shu yerga turosanglar ham sizlarda hech kim ko'rmaydi. 100% hech kim ko'rmaydi. Ayniqsa qorong'i eventga tushib olsanglar, sizlarda hech kim ko'rmaydi. Tepasiga tushib olsanglar, vashshi bomba bo'ladi. Biz hozir tepasiga tusha olmadik. Vashshi sheriklarimiz otishyapti dushmanlarga qarshi. Biz tepaga turib olganmiz. Bizni hech kim ko'rmayapti. Birinchi lifehackimiz o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar. Bitta sherigim nok bo'ldi. Uni ko'tarib kelay bolalar. Birinchi lifehack videomiz o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar. O'xshasa albatta kommentariyada o'xshadi deb yozib qoldiringlar. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Ikkinchi bug videomizga o'tadigan bo'lsak, garajda orqasida shunaqa eshigi bor. Velosiped orqali mana shunaqa bug qilib garajda ichiga tushib olsa bo'lar ekan. Ko'rdinglar qanaqa qilib velosiped bilan bug qildi? Hozir buni sinab ko'ramiz. Siz yaxshi PUBG Mobile akkaunt sotib olmayapsizmi? Yoki pulingiz kam bo'lsa-da, ko'proq donat qilingan akkaunt sotib olishni xohlayapsizmi? Unda biz sizlarga o'z akkaunt savdo kanalimizni tavsiya etamiz. Bu kanaldan siz 300 mingga ham Lednik 4 akkaunt topishingiz mumkin. Eng asosiysi bizda foydadan halollik va ishonchingiz muhim. Xo'sh, mana garajda orqa tomondamiz. Bizda ikkita veli bor. Zinasi juda ham ko'p xalaqit berar ekan. Juda ham nima deydi, qattiq xalaqit berar ekan zinasi. Sakrab velosipedni zinasi velosipedni baloni zinani pastiga qo'yib ketar ekanda, uncha yaxshi sakra olmas ekan. Kemamda orqaga o'tib qolar ekan. Vashshi qilib bo'lmadi. Anchadan beri qilib turibmiz. Vashshi bo'lmayapti. Voy, lezginkaga tushib yordim men personajim. Ye onasini yemsin. Xo'sh, bolalar, biz ancha urindik. Zinani nimasidan qilib bo'lmayapti, kirib bo'lmayapti, bug o'xshamayapti. Xo'sh, hozir biz yana oldin ko'rgan bo'lsanglar, ichkaridan qilib ko'rsatgandim men. Hozir o'sha bug turibdimi yo'qmi, olib tashlaganmi, sinab ko'ramiz. Hozir biz ichkarisiga o'tib sinab ko'ramiz. Qani o'xshaydimi, yo'qmi? Ketdik. Mana bola ichkari tomonni eshigiga o'tib oldim. Xo'sh, velosipedni to'g'rilab olamiz. Endi sakrab borib sakrashni bosamiz. Xo'sh, sakramayapti. Orqaroq yuramiz va bosib turib yurib sakrashni bosamiz va orqaga tushayotgan payt o'tirish va oldiga o'tiramiz. Qani, o'xshadi. Ko'rasizlarmi bola? Bu bug hali ham turgan ekan, hali ham olib tashlamagan ekan. Biz kirib oldik. Bu bug o'xshar ekan. Sizlar mana shunday qilib ko'ringlar, orqasidan o'tirmanglar, juda ham qattiq xalaqit beradi zinasi. Tak, mana shunday qilsanglar juda ham oson kirar ekan. Xo'sh, ikkinchi sherigimiz ancha urindida, lekin kira olmadilar. Boshi kiryapti, oxirigacha kirmayapti-da bolalar. Personaj.
Xo'sh, bizda o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar. Juda ham foydali bag. Oldingi safar chiqarganimga juda ko'pchilik sherik bo'lmasa chiqib ketib bo'lmaydi deb yozishgan ekan. Albatta sheriginglar bilan qilasizlar bolalar, sherik bo'lmasa bu yerdan chiqib keta olmaysizlar. Birorta dushmaninglar mashina ochishini kutib o'tirib, mana shu yerda qolib ketasizlar. Xo'sh, ko'rdinglar, bizda o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar. Sizlarda ham o'xshadimi, yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar sizlarda ham o'xshasa bu bag, albatta videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Bolalar, videoning boshida tekinga 1200 yuz olishni o'rgataman degandim. Xo'sh, Telegram kanalimizga kirib olamiz. Birinchi Telegram kanal silkasi opsiyadan yoki kommentariyadan topishingiz mumkin. Telegram kanaliga kiramiz va qadab qo'yganmiz, konkurs boshlaganmiz. Общий yutuq 1200 yuzga teng bo'lgan konkurs boshlaganmiz. Ya'ni 6 kishi yutuq yutadi bolalar. 2 kishi 2 ta RP va 4 kishi 120 yuzdan yutib oladi. Xo'sh, uning uchun ikkita kanalga obuna bo'lsa xolos. Birinchisi o'zimizda PUBG Mobile akkaunt savdo kanalimiz. U yerdan o'zingizga arzon va ko'proq donat qilingan akkaunt topishingiz mumkin. Arzonga. Ikkinchisi o'zimizda обычный kanalimiz. Xo'sh, obuna bo'lasizlar va qatnash tugmasini bosasizlar, yuzlarni yutib olasizlar. Silka kommentariyada yoki opsiyada bo'ladi. Hammaga omad. Keyingi bag videomiz kichkina eventda bo'ladi. Tuya bilan mana shunaqa haykalcha chiqib turadi. Bilsanglar, odam event ochgandan keyin haykalchaning ustiga chiqib sakrashni bossanglar, shunaqa uchib ketar ekan. Qani ketdik sinab ko'ramiz. Xo'sh, mana bolalar kichkina eventdamiz tuya bilan. Xo'sh, eventga tushib, katta eventga tushib, o'rtani ochgandim. Haykal kichkina eventda ham ko'rinadi. Tak, tuya bilan kelasizlar, mana shunday o'rtasiga chiqib sakrashinglar kerak bo'ladi. Nimagadir menga hozir o'xshamayapti. Vo! Endi o'xshamaydi deb turgandim. Juda ham uchib ketmagan bo'lsa, lekin birinchisiga o'xshadi. Xo'sh, yana urinib ko'ramiz bolalar. Nimaga menga past uchdi? Tak, xo'sh, umuman chiqib bo'lmayapti. Tiqilib qoldim men bu yerda. Yomon tuya sal mana bu nimaga o'xshab harakatlanar ekan, tovumiyaga o'xshab harakatlanar ekan bola. Umuman bo'ysunmaydi sizlarga. Yonga bursanglar bu yoqqa burilib ketadi, o'ngga bursanglar chapga burilib ketadi. Bilmayman nima unaqa. Tak, sinab ko'ramiz. Hozir sherigimiz qaytib ketdi. Sherigimiz yo'qolib ketdi bola. Tak, sakraymiz. Mana shunaqa burilib ketaveradi bola, nimaga bilmayman. Qingdir. Ming asirlar, voy, mana yana tiqilib qolyapti-da, bora. Tak, yana yuramiz, orqaga chiqarib olamiz. Va qani bosib turib sakrashni bosamiz. Vo! Ikkinchi marta ham o'xshadi, lekin bunisiga ancha balandga uchdi. Voy. Bu bag rostdan ham o'xshar ekan, bola, sinab ko'ringlar. Ko'z tegmasin. Bizda bugun 3 ta lifehack va bag videoni sinadik. Uchalasi ham o'xshadi bolalar. Shuncha mehnatimizni qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib bizni xursand qilib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim. Chunki biz yaqinda 10 mingta bo'lamiz. 10 mingta bo'lsak, vashi bomba bo'ladi. Men sizlarni ham xursand qilaman. Meni xursand qilganinglar evaziga. Tak, bizga 3-bag videomiz ham o'xshadi. Sherigim qilyapti, lekin sherigimga ham o'xshamayapti. Ko'rdinglar, bizda o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar. Sizlarda ham o'xshasa, albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa biz sekingina o'yindan chiqib olamiz. Qani ketdik. Mana bola, bugungi videomizda 3 ta lifehack va bag videoni sinab ko'rdik. Qaysi biri sizlarga eng yoqqani bo'ldi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Shuncha mehnatimizni qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib, bizni xursand qilib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardik. Aytgancha, videoni boshida videomizni shunchaki ko'rib 100 yutib olishni o'rgataman degan edim. Uni qanaqa qilib qilasizlar bolalar? Videoga like bosasizlar, kanalga obuna bo'lasizlar va kommentariyada kirib, любой so'z yozib, orqasiga ID'larni qo'shib qo'ysanglar, keyingi videoda 2 ta 60 yuz g'oliblarni aniqlab olamiz. O'tgan videomizda ham 2 ta 60 yuz qo'yilgan edi. U g'oliblarni Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. U yoqda 1200 yuzlik konkurs bo'lyapti. Qatnashib qo'yib, RPM yutib olishingiz mumkin. Akkaunt savdo kanalimiz to'g'risida keladigan bo'lsak, arzon narxlarda bomba akkauntlar olishingiz mumkin. Telegram kanal silkasi kommentariyadan yoki opsiyadan bo'ladi. Akkaunt savdo kanalidagi ham. Videomizni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.